Agar aqlingiz bo'lsa, farzandingizni umuman prezident maktablariga tayyorlamang. Birinchidan, bu maktablar mutlaqo bepul. Axir biz pul to'lab o'qishni yaxshi ko'ramiz-ku. Ikkinchidan, muhit irodadan kuchli. Unday maktablarda atrofiga faqat yaxshi, kuchli o'quvchilar yig'iladi. Buni nima qilamiz? Undan ko'ra qishloqda maktabida o'qisin, yaxshi o'rtoqlariga qo'shilsin, choyxona yursin. Shu yaxshi emasmi? Nima keragi bor? Bunday kuchli muhitda o'qigandan keyin bu kadrlardan kelajakda kamida Elon Musklar, Steve Jobslar, Mark Zuckerberglar chiqadi. Buni nima keragi bor? Undan ko'ra o'zimizchalik bo'lsin. Bo'lsa bizchalik bo'ladi farzandlarimiz, to'g'rimi? Shunday ekan, bu narsalar sizga qiziq bo'lmasa, farzandingizni prezident maktablariga tayyorlab yurmang. Axir bizga choyxona muhim-ku. Nima keragi bor pulimizni, vaqtimizni yoki sog'ligimizni sarflab ilm o'qib. Lekin choyxona desa qarzga bo'lsa ham topamiz.